Assalomu alaykum. Yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Bahor ayyominglar bilan salomat bo'linglar. Biz temir makondamiz. Ish faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Bizda lesa, stoyka, apalovka hamma narsa xizmatinglarda. Prokat, sotish, olish, olib kelsanglar olib qolamiz ham. Mana ko'rsating ukajonim. Apalovkalar, katta объем stoykalar quruvchi akalarimizga bemalol tortinmasdan aloqaga chiqinglar, narxlarni gaplashamiz. Mana bu yoqni ko'rsating, bizda lesa seximiz bor, yangi. Fura jo'natsanglar, furani ham to'ldiramiz, taxtalari bilan yangi kraskalangan. Xuddi tutilgani ham bor. Buvlari ancha hajmda temir makon xizmatinglarda. Kerak emas, metal chiqsa aytavringlar. Metalon. Temir makon. Doniyor ismi. Salomat bo'linglar. Qanaqa temir? Maslahat tekin. Umringiz uzoq bo'lsin.